Assalomu alaykum do'stlar. Mana shu Jamiyat klinikasida davolanib yaxshi bo'ldim, Allohga shukr. Bo'yin girishi, bel umurtqa girishlari bilan, uyqusizlik bilan kelganman. Og'riqlarim juda kuchli, chap tarafimga berardi. Tanisalarda yotdim, davolandim, lekin davo topmadim. Mana shu yerga kelib davo topdim, Allohga shukr. Yaxshiman, mana hozir ikkinchi kursda oldim. 80% ga o'zgarishim bor. Allohga shukr. Hop, Zulfiya opa, sizda mana bo'yinda girija bor edi ekan, ikkita. Keyin belingizda bor edi ekan, 3 ta girijangiz, 9 mm, 5 mm, 3 mm girijalar bor edi ekan. Xudo xolasa beldagi og'rig'ingiz hozir yaxshilanib bo'ldi. Yaxshi. Hop, chap oyoqqa og'riq berardi ekan. Oyoqqa berishlaricha, ular ham yaxshilandimi? Yaxshi oladi. Yaxshi. Bu yerda yana uyqusizlik yozyapmiz ekan. Uyqusizlikda nima holat? Uyqusizliklarim ham yo'qoldi, bemalol dam olyapman. Yaxshi. Ha, bosh og'rig'imizchi? Bosh og'riqlarim ham qoldi, Allohga shukr. Yaxshi. Ha, o'ng tizda og'rig'imiz bor edi ekan, ha? Tizda og'rig'im ham bor edi. Ancha yaxshi bo'lib qoldi. Bemalol bukib o'tiribman, bukalmay qoldim. Bukulishlari ham yaxshilanib ketdi, xudo xolasa. Alloh shifosini bersin. Xo'p, endi yurak ishemiyasi berilgan ekan. Yurakda bezovtagachilar qanaqa o'zgarishlar? Bezovtagachiliklar ham yo'qoldi, Allohga shukr. Yaxshi. Mana xudo xolasa mana shuncha kasalingizga hammasiga 2 kursda o'zgarishga erishib yaxshilanib bo'libsiz-da inshaalloh. Allohga shukr. Yaxshi, xursandmisiz axir? Xursandman. Rahmat sizga ham jalollik. Salomat bo'linglar. Hozirni ko'ring. Bundan ham ishlaringiz ziyoda bo'lsin, Alloh. Rahmat. Ishlaringizni Alloh ilgari qilsin. Rahmat. Omadingizni bersin. Rahmat. Hammaga mana shunaqa qilib yordam berib, bemorlarda og'rig'ini qoldirib yuravering. Rahmat opa, rahmat. Sizlar ham zo'rlik qilsin, tanijoningiz chiqib hamisha ishlaysiz. Allohu akbar. Sizlar ham sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Alloh shifosini bersin. Rahmat sizga ham.